Assalomu alaykum barchaga YouTube kanalining obunachilari, Cherry Rohat adaymaslar. Yana sizlar bilan bugun sizlar bilan biz menejer Samandar bilan avtosalon qayerda joylashgan, necha ishlaydi, trading, test drive, undan tashqari barcha modellarimizni ko'rib chiqamiz birma-bir. Bo'lmasa biz boshladik. Assalomu alaykum Samandar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'msiz? Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib qoldingizmi? Rahmat. Bizani avtosalon qayerda joylashgan? Qarang, bizning manzilimizni Rohat kurugi, ya'ni Rohat yo'lida joylashgan manzilimizni Voha tomondan keladigan, ya'ni qo'lidan kelaverishingizda 1 kilometr, ya'ni Yangiobod mostining tagida joylashgan manzilimizni, ya'ni shu yerda Rohat Cherry Adimastim avtosalonimizda, ya'ni shu yerda joylashgan demoqchiman. Vodiy tomondan keladiganlarga, Vodiy tomon, ya'ni Rohat kurugiga kelganida, shunday ichkariga, ya'ni qo'lining yo'liga tushganida 700 metr Yangiobod mostining tagida joylashgan, ya'ni manzilimiz hozirgi paytda. Bo'ldi. Demak, test drive vaqtlari ertalabki qarang, test drive vaqtlari bizda ertalabki soat 9 dan kechqurungi 6 gacha, ya'ni men ko'rayotganingizda test drive, ya'ni hozirgi paytda amalga oshirilyapti. Mashinalarimizni bemalol kelib haydab ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Bu yerdagi modellarimizni bu yerda hamma modellarimizda bor. Xohlasangiz ichkarida ham xuddi shularimiz turibdi. Xohlasangiz men sizga hammasini tushuntirib o'tib ketaman, hammasini agar ma'qul keladigan bo'lsa. Bugun bo'lmasa mijozlarimiz uchun keling yuring, Tigo 7 Pro ni bitta obzorini qilib beramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Yuring, keling. Ko'rishingiz mumkin. Yangi versiyamiz, ya'ni 7 Pro premium paytasi, hozirgi paytda mashinamizni, ya'ni hozirgi paytda 2026 restarling varianti bu. Hozirgi paytda mashinamiz hamma tomonlama o'zgargan, abrisovkalari, farlari, ya'ni farlari ham polni ledlar bilan jihozlangan polni. Keling, men sizga polni ko'rsatib ketaman. Mashinamiz hozirgi paytda, ya'ni mashinaning razmeri, ya'ni ballonlariga keladigan bo'lsak, R18 sakka diska bilan jihozlangan, ya'ni alyuminiy sakka diskalar bilan jihozlangan polni. Ichki ko'rinishlarini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinalarimizning ichki ko'rinishlari, ya'ni polni kojinli salon, ya'ni kojinlarni ham oxirgi model, eko koja hisoblanadi mashinamizda. Idaj bu yerda karboniy elementlari ham tajib polni jihozlangan. Ko'rayotganingizda hamma novorodlargacha bor. Даже mashinamizda 4 seriya abagrev, rul abagrev, idaji laboygacha abagrevlari qo'yilgan hozirgi paytda mashinamizning. Bu modelimizni 100 kilometrga benzin rasxodi, bagaj sig'imi, bular bo'yicha ham aytib o'tsangiz. Qarang, bagaj sig'imiga keladigan bo'lsak, 60 litr avion jihoz bilan jihozlangan polni hozirgi paytda rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodi 7 tadan 10 tagacha. Ya'ni bu mashinamizda hozirgi paytda 3 ta rejimda harakatlanadi. Sport, komfort, ekonom rejimlar bilan jihozlangan hozirgi paytda. Bagaj sig'imini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Keling. Bagajlar ham elektrический bo'ladi, ya'ni bagajlari ham ochilishi, ya'ni polni elektronik hisoblanadi. Bagajlari 425 ob'yom bilan jihozlangan polni ko'rayotganingizda ancha kenglikda. Ya'ni ko'rayotganingizda. Yaxshi, bu modelimizning narxi qancha? Qarang, bu narxi hozirgi paytda 344 million 900 ming so'm. Hamma yo'nalish bo'yicha, ya'ni xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamizni avtokredit deysizmi, рассрочка, lizing, nalichida hamma tomonlama xarid qilsangiz bo'ladi hozirgi paytda mashinamizni. Рассрочка shartlarini bitta qisqacha aytib o'tamizmi? Qarang, mayli, xo'p, o'shani qisqacha aytib o'taman sizga. Eng kam bosh to'lovingiz, ya'ni 25-30% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 1 yildan 5 yilgacha bemalol o'zini foydasiga xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zini 0% bilan xalonasiya savdo bo'yicha bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bemalol bosh to'loviga misol uchun 15% pulim bor deydiganlar avtokreditga ham xarid qilsa bo'ladi. Albatta, 15% bilan ham darajada chiqarib bera olamiz avtokredit asosida. 15% necha pul bo'ladi buni? Примерно agar hisoblaydigan bo'lsak, 60-70 million atrofida, ya'ni bemalol xarid qilib olib ketsangiz ham bo'ladi. Demak, 60-70 million bilan bemalol. Bo'lmasa mijozlarimizga nima deb qolamiz? Kelsinlar, ko'rsinlar. Xohlasa haydab ham ko'raveramiz. Bo'ldi. Avtosalondan keyin boshqa modellarni ham bemalol ko'rsa bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Samandar aka. Joningiz sog' bo'lsin.